So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Jasmin Trans haqida tarqalgan barcha xabarlar yolg'on edimi? Nega u haqida turli mish-mish va bo'xton gaplar yuribdi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. So'nggi haftalarda ijtimoiy tarmoqlarda Jasmin Trans nomi bilan tanilgan Muzaffar Rahimov haqida turli xil va bir-biriga zid xabarlar tarqaldi. Kimdir uni allaqachon sud hukmi bilan uzoq muddatga qamalganini yozdi. Boshqalar esa uning sog'lig'i og'irlashgani yoki sirli sharoitda saqlanayotgani haqida da'volar qildi. Xo'sh, bu xabarlarning qanchasi rost? Tasdiqlangan ma'lumotlar u bilan bog'liq huquqiy jarayon borligi haqida ochiq manbalarda xabarlar chiqqan. Ayrim rasmiy manbalarda qo'lga olingani haqida ma'lumotlar e'lon qilingan. Tasdiqlanmagan va mish-mish darajasidagi xabarlar. Uning aynan qaysi turdagi qamoqxonada saqlanayotgani, erkaklar yoki ayollar muassasasida, sog'lig'i og'ir ahvolda ekani yoki hayotiga xavf borligi haqida da'volar, yaqinlari yoki boshqa san'atkorlar unga qarshi ko'rsatma bergani haqida xabarlar. O'limini oldindan sezgan degan talqinlar bu eski intervyudan olingan parchalarga asoslangan bo'lib, hozirgi vaziyat bilan bog'liqligi rasman tasdiqlanmagan. Demak, hamma xabarlar yolg'on deyish ham to'g'ri emas, chunki ayrim huquqiy jarayonlarga oid ma'lumotlar ochiq manbalarda tasdiqlangan. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ko'plab keskin va shov-shuvli da'volar hozircha rasmiy tasdiq olmagan. Shu sababli fakt va taxminni ajratish muhim. Rasmiy bayonot bilan tasdiqlanmagan har qanday ma'lumotni yakuniy haqiqat sifatida qabul qilish shoshma-shosharlik bo'lishi mumkin. Mavzu bo'yicha yangi va aniq ma'lumotlar paydo bo'lsa, jamoatchilikka rasman e'lon qilinishi kutilmoqda.